saqlanadi. Buni sistematikasiga keladigan bo'lsak, avlodi kungaboqarda Helianthus annus turiga mansub o'simlik hisoblanadi. Kungaboqarni ildizi o'q ildiz bo'lib, yerga 2 metrgacha, undan ham chuqur kirib borishi mumkin. Kungaboqarni mana poyasiga qaraydigan bo'lsak, poyasining bo'yi navlariga qarab 2 metr, 2,5 metrgacha bo'lishi mumkin. Undan ham oshishi mumkin yoki undan ham pastroq navlari ham bor. Endi kungaboqarda poyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, poyasida qattiq tukchalar bilan qoplangan hisoblanadi. Ularni barglariga keladigan bo'lsak, ko'rinishi yuraksimon ko'rinishda bo'ladi. Bitta o'simlikda 20 ta, 25 tagacha, 50 tagacha ham barg hosil qilishi mumkin. Bargining ko'rinishi yurakni eslatadi. Shuning uchun ham yuraksimon deyiladi. Poyada pastdan yuqoriga qarab barglar spiralsimon ko'rinishda joylashadi. Bularning ham nimasi barg bandlari tukchalar bilan, ya'ni barg nimasi tukchalar bilan qoplangan. Endi gul to'plamiga kelamiz. Gul to'plami juda ham chiroyli. Gul to'plamini savatcha deymiz. Savatchasida ikki xil gullari bor. Ya'ni poyasi nima deydi? Savatchaning chetida bir yoki bir necha qator bo'lib turib, sariq, ya'ni tilsimon gullar joylashadi. Bular jinsiz gullar hisoblanadi, lekin ularning vazifasi ya'ni hasharotlarni o'ziga jalb yoki oraliq kungaboqar shakllari ham bor. Moyli kungaboqarda pistasining rangi qora rangda bo'ladigan bo'lsa, chaqiladigan kungaboqarda esa oq bo'lishi mumkin, yo'l bo'lishi mumkin, kulrang tusda bo'lishi mumkin. Bularda 1000 ta donasining vazni ham 35 grammdan 80 grammgacha moyli kungaboqarda bo'ladigan bo'lsa, chaqiladigan kungaboqarda esa bular 100-170 grammgacha ham bo'lishi mumkin. Endi yetishtirish texnologiyasiga keladigan bo'lsak, albatta kungaboqarni bahorda asosiy ekin sifatida va yozda takroriy ekin sifatida ekishimiz mumkin. Agar bahorda ekadigan bo'lsak, albatta kuzda yerni yaxshilab shudgor qilish kerak. Bundan tashqari yerga 15-20 tonnagacha gung solinishi kerak. Bundan tashqari ekishdan oldin ham beriladigan mineral o'g'itlardan berishimiz kerak bo'ladi. Yerni ishlaganda yerning chuqurligi 20-25 cm chuqurlikda shudgor qilinadi. Bahorda barona qilinadi, mola qilinadi. Bundan tashqari agar yerlar qatqaloq bo'lib qoladigan bo'lsa, zigzag barona bilan maydalab turib, katta bo'lib qolgan kesaklarni maydalab, bundan tashqari begona o'tlarni ham yo'qotishimiz mumkin. 1 gektar joyimizga o'rtacha 5 kilogramm, 8 kilogrammgacha urug' ekishimiz mumkin. Agar aniq ekish texnikasi qo'llaniladigan bo'lsa, 1 gektar joyimizga 4 kilogrammgacha ham urug' eksak bo'ladi. Ekish sxemasi, ya'ni sug'oriladigan lavlikor joylarga qarab ham o'zgarishi mumkin yoki urug'ning navning kelib chiqishi sharoitiga, tuzilishiga sharoitiga qarab ham bularni eksak bo'ladi. Masalan, bularda ekish sxemasi 25, 30 yoki 35 santimetrgacha ya'ni bo'lishi mumkin. Qator oralari kengligi 60-70 santimetrda ham ekish mumkin. Endi bularni agar takroriy ekin sifatida ekadigan bo'lsak, donli ekinlarimiz yig'ishtirib olingandan keyin, donli ekinlardan keyin donli ekinlar yig'ishtirib olganimizdan keyin ekishimiz mumkin. Masalan, 20-iyuldan boshlab 1-iyulgacha eksak bo'ladi. Ekkanimizdan keyin albatta parvarish qilish kerak, bir necha marotaba sug'orish kerak. Ayniqsa bularning suvga talabchanlik vaqti gullash payti hisoblanadi. Gullash fazasida albatta sug'orish kerak. Bundan tashqari 3 marta sug'orish kerak bo'ladigan bo'lsa, savatcha hosil qilishda, gullashda, undan tashqari urug' to'lish paytida ham sug'orsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta kungaboqar begona o'tlarga qarshi
ko'rsatish uchun. Bundan tashqari kungaboqarni ya'ni hosili pishib yetilish arafasida agar pishgandan keyin ularni kombaynlar yordamida, klastominat kombaynlarimiz yordamida yig'ishtirib olsak yaxshi natija bo'ladi. Ularning pishganligini albatta savatchasi jigarrang, kulrang tusga kiradi. Ularning savatchalari egilgan holatda bo'ladi. Shunga qarab ham ularni pishganligi